Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azabannar. Shu duoni ko'proq qilish kerak. Ayniqsa o'sha ruknul yamoniydan to Hajarul Aswadga kelgunga qadar shu duoni qilsangiz, farishtalarni amin deganiga to'g'ri keladi degan gaplar bor. Mana mehmonxonani xizmatkorlariga katta rahmat. Oshpazlar ham o'zbeklardan ekan. Elga manzur bo'ladigan darajada oziq-ovqat qilib beryapti. Mana bir necha kunlardan beri kutib olish jarayonlarini tashkil qilyapmiz. Avvalo buning uchun sizlarga rahmat. Chiroyli oldin kelgan guruh rahbarlari, yangi kelgan guruh rahbarlariga kutib olishda yordam qilib, juda tez o'tib ketdi. Mana Andijon misolida ham kecha ko'rdik Mirzamaqsud domla bilan. Bo'ldi, ko'proq suyulib o'tib turasiz qon qurilishga. Qani bir temperaturangizni ko'rib qo'yish. Tomoq og'riqlar yo'qmi? Tilingiz qani? Katta. Manga chiqaring.